Opachini qarang. Yana prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev aytdilar, uyg'oninglar dedilar. Uyg'onganlarning vazifasi o'zgalarni ham uyg'otishdir. Va insoniyatni har qanday g'am tashvishlarni faqat kitob yenga oladi. O'zi oxirgi o'qigan kitobingiz qaysi? Salmayman men. Sizchi? Endi ko'rdingizmi? Bu yerda gap to'xtab qoladi. O'qilmagan odamlar qanaqa bo'ladi? Sodda bo'lmasligimiz kerak bo'ladi. Sodda kim nima desa laqqa ishonib ketaveradigan, bir tarafni gapi bilan ha shunaqa ekan deb ketaveradigan bo'lmasligimiz kerak. Nimaga? Mu'minning Alloh taolo o'rgatgan sifatlardan bittasi tabayyun sifati bo'lish kerak. Tekshira bilishlik. Faktlarni tekshira oladigan, fakt talab qila oladigan, bir odam gapirsa laqillab ishonib ketavermaydigan, aqli raso inson bo'lish kerak.